Bir tomonlama qo'rqitish tartibni buzdi. Si Szinpin yirik davlatlarni o'rnak bo'lishga chaqirdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Bir tomonlama qo'rqitish xalqaro tartibni jiddiy ravishda izdan chiqardi. Barcha mamlakatlar xalqaro huquq va BMT nizomiga amal qilish kerak. Bu haqda kecha 4-yanvar kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Irlandiya bosh vaziri bilan uchrashuv chog'ida so'z ochdi. Ayni damda Irlandiya bosh vaziri Michael Martin Xitoyga rasmiy tashrif bilan borgan. Bugungi dunyo o'zgarishlar va beqarorlikka to'la. Bir tomonlama qo'rqitish esa xalqaro tartibga jiddiy zarar yetkazdi. Barcha davlatlar boshqa mamlakatlar xalqlari tomonidan mustaqil tanlangan rivojlanish yo'lini hurmat qilishi, xalqaro huquq hamda BMT nizomining maqsad va tamoyillariga rioya qilishi lozim. Yirik davlatlar bu borada o'rnak bo'lish kerak dedi Si Szinpin. Uning bildirishicha, Xitoy va Irlandiya ko'p tomonlama yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi hamda xalqaro maydonda adolat va xolislik tarafdori. Davlatlar BMTning nufuzini birgalikda himoya qilishi zarur. Xitoy yetakchisi shuningdek 2026-yilning ikkinchi yarmida Irlandiya Yevropa Ittifoqiga raislik qiluvchi mamlakat bo'lishini eslatib, Irlandiya Xitoy YI munosabatlarining sog'lom va barqaror rivojlanishida konstruktiv rol o'ynashiga umid bildirgan. Michael Martin esa Irlandiya yagona Xitoy siyosatiga qat'iy amal qilishini va ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlashga sodiq ekanini ma'lum qilgan. Yevropa Ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning barqaror rivojlanishi juda muhim. Irlandiya YI va XXR o'rtasidagi aloqalarning sog'lom rivojlanishini ilgari surishga konstruktiv rol o'ynashga tayyor, deydi Irlandiya bosh vaziri.